Assalomu alaykum azizlar. Barchaga xayrli kech. Siz Jizzax teleradio kanalini tomosha qilyapsiz. Jizzax teleradio kanalining eng ajoyib loyihalaridan biri bo'lgan jonli ijroni taqdim etuvchi loyihalardan biri bo'lgan jonli battle ko'rsatuvi yana bir bora sizning xonadoningiz mehmoni va sizning diqqat e'tiboringiz markazida. Jonli battlening bugungi sahnasini o'ziga xos bo'lgan jonli ijroni ijro eta oladigan iste'dodlar, xususan G'allorolik yigitlar zabt etmoqchi. Studiyamizga aynan G'allorol tumanida o'zini faoliyati bilan, o'zini ijodi bilan, o'zini ijrolari bilan ko'pchilikning olqishiga sazovor bo'lib kelayotgan ikki ajoyib yigitni taklif etganmiz. Ularni birin-ketin men ana shu sahnaga taklif etsam bo'ladi. Dastlabki ijrochini, dastlabki ishtirokchimizni qabul qilamiz. Haqiqatan ham bu yigit o'ziga yarasha iste'dod egasi. Men bu yigitni ochig'i taxminan 10 yildan beri taniyman, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boraman. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Shuhrat Qayumovning sanoqli shogirdlari bor. Bu inson marhum san'atkor menimcha ko'p shogirdni yetkazib chiqarmaganlar, chunki u inson juda ham talabchan bo'lganlar. Mana shu talablardan o'ta olgan, ishonch qozongan shogirdlardan biri G'allorol yigiti, G'allorol farzandi Bunyodbek Rahmatov. Assalomu alaykum. Bunyodbek, assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Noto'g'ri e'tirof bermadim Shuhrat Qayumov shogirdlari, chunki bu yigitni o'sha uylanadigan to'yda Shuhrat Qayumov xuddi o'zlari uylarda to'y bo'layotgandek yurganlarni ko'rganman. Qalaysiz, kayfiyat yaxshimi? Kayfiyat yaxshi, zo'r, xudo xolasa. Taklifni rad etmasdan kelganingizga rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat madaniyat institutini tamomlagansiz bizningcha, biz bilishimiz bo'yicha va o'ziga yarasha bir qancha avtorskiy, ya'ni mualliflik qo'shiqlarining muallifi. To'g'rimi? Egasisiz. Bor. Xo'p, bugun endi mualliflik qo'shiqlari haqida ham dasturimiz mobaynida imkon qadar sizni bezovta qilishga harakat qilamiz. Siz uchun raqib sifatida tanlangan, ular ham bu narsani, masalan, Bunyodbek Rahmatov sizga raqib bo'ladi desa, hech ham ikkilanmasdan, rad etmasdan kelaman deb yuragida o'ti bor yigitlarimizdan biri. Bu yigit ham G'allorol farzandi, Jizzax san'at kollejini tamomlagan va albatta o'ziga yarasha iste'dod egasi. Taklif etsak bo'ladi. Ne'matulla Ahmedov. Ne'matulla, xush ko'rdik. Kayfiyat zo'rmi? Nimaga rad etmasdan kelganingizga men qoyilman, chunki endi farqni, tafovutni aytadigan bo'lsam, Bunyodbek sizdan adashmasam 7-8 yosh kattaroq, ijro bobida ham o'sha tajribasi biroz ko'proq, lekin sher panjasiga panja qo'yish degandek shunday talqin qilyapman. Yo'q demasdan kelgansiz, o'ziga ishonasiz, eng muhimi. Tanishmisiz o'zi? Ha, ustozimiz. Ha, ustoz. Ustozga panjasiga panja qo'ysiz. Mayli, nima bo'lganda ham bugun ajoyib bir ijrolardan bahramand bo'lamiz va albatta bizda shunaqangi udum bor, an'ana bor. O'zidan 1-2 yil tajribasi ko'proq bo'lgan san'atkorlarga ustoz sifatida murojaat qilinadi. Sizlarni studiyamizda ko'rib turganingizdan xursandmiz. Hozircha o'tirib olasizlar va biz bugun mana shu yigitlarimiz, marhamat. Mana shu yigitlarimizni baholab borish uchun, ularga kerak bo'lsa pand nasihat o'gitlarni bildirib borish uchun, kerak bo'lsa xato kamchiliklarni aynan bemalol yuziga ayta olish uchun va ko'rsatuvimizni adolatli boshqarib borish uchun ko'rsatuvimiz eksperti, hakami, ustoz san'atkor, Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabining oliy toifali o'qituvchisi, o'z kasbining fidoyisi, ko'krak nishoni sovrindori Baxtiyor Abdullayevni taklif etamiz. Baxtiyor aka, ko'rib turganimizdan xursandmiz. Endi bu sahna siz uchun begona emas. Bu sahnada ko'p marotaba keldingiz, ishtirok etdingiz. Qanchadan qancha o'sha iste'dodlarni baholab berdingiz, o'zingizni nasihatlaringizni berib bordingiz. Yana ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalo o'sha so'nggi yangiliklardan biri qo'lga kiritgan mana shu mukofotlar muborak bo'lsin. Yurtdoshlarimiz nomidan ham tabriklab qolamiz. Rahmat. O'ylaymizki, bugungi shogirdlaringiz siz uchun bir yangi bir kashfiyot bo'lib ko'rinadi. Yangicha iste'dodlarni o'zingiz uchun kashf qilasiz degan umiddamiz. Mehmon uchun eng o'sha to'g'ridan joy ajratib qo'yganmiz. Bemalol o'tirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, azizlar, biz jonli battlening ana endi asosiy qismiga o'tamiz. Jonli battleda bilasizlar, ishtirokchilar bir necha shart bobida bellashadi, aytishuv olib borishadi. Dastlabki shart
bu erkin mavzu sharti, ikkala ijrochilarimiz ham erkin mavzuda o'zlari xohlagan, o'zlarining ovoziga eng zo'r tushadi degan deb hisoblaydigan qo'shiqlarni mehmonlar, uzr so'rayman, tomoshabinlar guvohligida ijro etishsa bo'ladi. Mehmon sifatida sozandalar ham bu narsani kuzatib borishadi. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Bunyod, Bunyod mendan boshlay qolasiz deyapti. Keling Bunyod. Bunyod, endi birinchi shartimiz erkin mavzu, yana bir bor yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zingizning ovozingizga tushadi, mana shu qo'shiqni men maromiga yetkazib ijro etaman va qoyil qoldirish imkoniyatim bor deb hisoblaydigan qo'shig'ingizni birinchi shart uchun ijro etsangiz bo'ladi. Bu qo'shig'ingizni ustoz munosib tarzda baholab boradilar. Kerak bo'lsa, shu qo'shiqdan keyin o'zlarining fikr mulohazalarini ham aytib o'tishlari mumkin. Ayni vaqtda hozir 25-may oyini sanasiga endi hozir bitiruvchilar, yoshlar o'sha yilliklarni nishonlayotibdi. O'shanga o'zim mazza qilib aytadiganim, yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Hozir yoshligingizga qaytgingiz ham keladimi rostdan yo qo'shiq shunchaki qo'shiq bo'lgani uchun? Qaytgim keladi albatta. Bunyod Rahmatov 10 yil yoshlikka qaytib qolsa, hozir san'atda boshqacha ketgan bo'larmi deysiz? Yo'q, san'atga ketardim baribir. Yo'q, boshqacha harakat qilgan bo'lardingiz. Hozir misol uchun o'zidan inson ba'zan qoniqmaydi-da, men 10 yil ortga qaytsa, yana boshqacharoq harakatlar bilan, energiya bilan harakat qilardim. Xuddi shunday. Ertaroq o'sha marralarga, cho'qqilarga erishishga harakat qilardim. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, Bunyodbek Rahmatov bir qancha mualliflik qo'shiqlarga ega. Va albatta bularni o'sha Telegram orqali ham, o'zlarining sahifalari orqali ham ko'p bora kuzatib borgan bo'lishlari mumkin. Xo'p, sizga o'sha yoshligimga qaytgim keladi qo'shiq Xurshid Rasulov repertuaridan. Shu qo'shiqni mazza qilib tinglamoqchimiz. Tomoshabinlar ham mazza qilishsin, o'sha tomoshabinlar mazza qilish uchun boringizni berib kuylab bering. Marhamat, omad tilaymiz. Yoshligimga qaytgim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar. Bag'rida bir uxlagim kelar. Kuchib yig'lagim kelar. Yoshligimga qaytgim keladi. Onam yotgan issiq nonlarni eslab do'stu qadrdonlarni sog'inlikda o'sha onlarni yoshligimga qaytgim keladi. Olislardan chorlar bir nigoh qaytolmasam mendan gunoh. Yagona guvoh yoshligimga qaytgim keladi. Umr asli 5 kunlik safar, gohi safar, gohida jafo. Tashlab ketgan o'sha bevafo
ba'zan yuragi dog'da yoshligimga qaytgim keladi yoshligimga qaytgim keladi yoshligimga qaytgim keladi sog'inganda o'sha onlarni yoshligimga qaytgim keladi yoshligimga qaytgim keladi yoshligimga qaytgim keladi sog'indim-da o'sha onlarni yoshligimga qaytgim keladi Bunyodbek Rahmatov. Bunyodbek Rahmatov, salomat bo'ling. Baxtiyor aka yoshligiga qaytgisi kelgan yigitga o'xshadimi, o'xshamadimi? Sog' bo'ling, o'tirib olasiz. O'xshadi. O'xshadimi? Xo'p, Ne'matulla keling. Badiiy sahnamizda ikkinchi ishtirokchimiz Ne'matulla. Endi Ne'matulla haqida ham qisqagina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'zini bir ajoyib jamoasi, ijodiy guruhi bor G'allorolda. Qolaversa, el tadbirlari, xizmatlari, yaxshi kunlarda ishtirok etadi. Azart, ha? Nimaga azart? Shu odamlarimizni, muxlislarimizni tadbirlarni azart bilan o'tkazish. Demak, azart kerak san'atkorga. Hozir qo'shig'ingizda ham shu azartli joylari bo'ladi. Qanaqa qo'shiq o'zi? Birinchi shart uchun erkin mavzu. Birinchi shart uchun ustozimiz Kamoliddin Rahmatovning Sanatim ashlasini tayyorlab kelganmiz. Yaxshi. Shu sanatim, san'at orqasidan xalqimizda, elimizda obro' topganimiz uchun shuni aytib bermoqchiman. Demak, ozmi ko'pmi san'atimiz bilan shu elni mehriga sazovor bo'lyapmizmi? Mana shu uchun sanatim degan qo'shiq taqdim etmoqchiman deyaptilar. Bo'ldi, Azart jamoasidan azartli bir qo'shiq kutamiz. Sanatim qo'shig'i Ne'matulla Ahmedov ijroga baho bering va albatta mana bu yerda bizning mehmonimiz ham diqqat bilan kuzatib boryaptilar. Marhamat. Ko'zimga qatra yosh ilingan chog'lar ko'ksim tikanlarga tilingan chog'lar ayriliq azobi bilingan chog'lar suyanchim sen bo'lding aziz san'atim suyanchim sen bo'lding aziz san'atim dunyo g'amlaridan sabrim bitsa ham qalbimni quzg'unlar zog'latsa ham ishongan do'stlarim tashlab ketsa ham ishonchim sen bo'lding aziz san'atim ishonchim sen bo'lding aziz san'atim tilba dunyo meni kuyga solsa g'arazli nigohlar yoqamdan olsa tilba dunyo meni kuyga solsa g'arazli nigohlar yoqamdan olsa bechora bu ko'nglim yolg'izlab qolsa ishonchim sen
san'atim ishonchim sen bo'lding aziz san'atim boshimga yog'dirib turfa balolar ko'nglim siyoh qilsa ko'ngli qarovlar mehribon onamdek qilib duolar yupanchim sen bo'lding aziz san'atim yupanchim sen bo'lding aziz san'atim san'atim qadringni kimlar bilir ko'ngli ishq dardidan yarimlar bilir seni jondan sevgan karimlar bilir seni jondan sevgan karimlar bilir quvonchim sen bo'lding aziz san'atim quvonchim sen bo'lding aziz san'atim yupanchim sen bo'lding tayanchim sen bo'lding quvonchim sen bo'lding aziz san'atim yupanchim sen bo'lding aziz san'atim Ne'matulla Ahmedov. Ne'matulla, rahmat, salomat bo'ling. Ijro uchun tashakkur deb qolamiz. Azizlar, jonli battle ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Jonli battle sahnasi bugun g'allarolik ijodkorlar tomonidan zabt etilgan va albatta ikkita g'allarolik yigitimiz bir-birlariga aytishib olib borishyapti bir-birlariga nisbatan. Menimcha birinchi ijrolar sizga ma'qul keldi. Endi studiyamiz ekspertiga, studiyamiz hakamiga qanchalik ma'qul keldi? Qaysi biri ko'proq yoqdi? Mana shu tomoni meni qiziqtiryapti. Ustoz san'atkor Baxtiyor Abdullayevga yuzlamoqchiman. Baxtiyor aka, yigitlarimizga nima deya olasiz? Xo'p, qaysi biri yoqdi? Qaysi birida kamchiliklar kuzatildi? Bemalol so'z sizga. Inson borki, baribir kamchilik bo'ladi, bo'lmasdan iloji yo'q. Hammamizda ham bo'ladi. Bu ikkita yigitimiz mana Bunyodbek ham. Bu yoq tajribalari ko'proq ekan, mana xalqali oliy guvohlarni bitirib kelganlar. Bu yigitimizga shu narsa yetishmayapti. O'qishni davom ettirishlari kerak hali. Xudo xolasa yosh ekanlar hali. Ikkovlariga ham omad tilayman. Avalasi bu sahnaga chiqishdi, o'zi bo'lmaydi. Har kimga emas. Jonli efir, jonli kuylash. Ozroq kamchiliklari ham shunda. Ovoz qaltirayapti. Bu hayajondan bu. Omad keyingi qo'shiqlarni ham eshitamiz ikkovlariniki ham. Demak, hozir birinchi shart yakuniga ko'ra siz qaysi birini tanlagan bo'lasiz? Endi qaysi birini ustunroq deb hisoblaysiz? Bunyodjonni endi Bunyodjonni o'zi aytib turibdi-ku. Tajriba ham ko'proq, yosh ham kattaroq. Yana 10 yildan keyin balki ikkinchi qo'shiqda hozir Ne'matulla sizga yoqib qolishi mumkin. yo'q. Bo'lmasa eshitaylik.
Xo'p, azizlar, ikkinchi shartni bemalol e'lon qilsak bo'ladi. Hozirgi birinchi shart yakuniga ko'ra endi Bunyodbek Rahmatovning ijrosi mehmonimizga, ekspertimizga, qolaversa hakamimizga ko'proq manzur kelgan va albatta ikkinchi shartni ham biz baralla e'lon qilsak bo'ladi. Ikkinchi shart unchalik qiyin emas. Ikkinchi shart endi mana ishtirokchilar o'zi azaldan bir-birlari bilan tanish ekan. Bugun ikkinchi shartda endi bir-birlariga yana ham tushuncha bir-birlariga nisbatan ko'proq tasavvurga ega bo'lishdi. Endi bir-birlariga nisbatan shart berishlari kerak bo'ladi. Masalan, Ne'matulla Bunyodga qarab, Bunyod aka mana shu qo'shiqni ijro etib bering. Qo'lingizdan keladimi? Xohlasangiz qiyinroq qo'shib bering, xohlasangiz osonroq qo'shib bering. Bunyod ham xuddi shunaqa. Siz ham Ne'matullaga mana shu qo'shiqni eshitish xohlayman ukam. Shu qo'shiqni aytib ber desiz, balki bu yigit ham qo'ldan kelgancha harakat qilishi mumkin. Kimdan boshlaymiz bu safar? Ustozdan boshlayverik. Yana ustozdanmi? Ustozdan boshlayverik. Bo'ldi. Ustozga nima vazifa beramiz? Hayajon bor-da. Hayajon bor-a? Ustozdan ustozimiz Ozodbek Nazarbekovning repertuaridan bir ashula beringiz. Bo'ladi, keling. Bunyodni endi yo'nalishi Shuhrat Qayumovning ovozi, endi hali Shuhrat Qayumovning asarlarini ijro etganimiz yo'q. O'shaning uchun siz aynan sezmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin Shuhrat Qayumovning nafasi seziladi bu yigitda. Menimcha hozir Ne'matulla shu sal yo'nalishingizga teskariroq qo'shiq bo'lsin deb hisobladi shekilli. Shu Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlaridan qaysi qo'shiq? Kecha-yu kunduz. Kecha-yu kunduz dedingizmi? Kecha-yu kunduz qo'shig'ini Kecha-yu kunduz qaysi qo'shiq? Men eshitmagan ekanman. Hozir eshitamiz. Bilasizmi bu qo'shiqni? Qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi harakat qilamiz. Xo'p. Demak, bizga yaqindan musiqachilarimiz ko'mak berib borishadi va Bunyodbek Rahmatovni ikkinchi shartda yana bir bora birinchi bo'lib ijro etish baxti nasib etyapti. Omad tilab qolamiz va hakamimiz, mehmonimiz kuzatib borsangiz bo'ladi. Marhamat. Darvozang bo'ylab dardlarim so'ylab kecha-yu kunduz. Sen haqingda o'ylab darvozang bo'ylab dardlarim so'ylab kecha-yu kunduz. Yashar sononimda mening jonimda bo'lgin derman yonimda kecha-yu kunduz. Yashar sononimda mening jonimda bo'lgin derman yonimda kecha-yu kunduz. Yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib, yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib, yurgin derman ochilib kecha-yu kunduz. Yurgin derman ochilib kecha-yu kunduz. Ko'ngil visol ko'zlab sadoqatdan so'zlab vasting tig'lab o'zlab kecha-yu kunduz. Ko'ngil visol ko'zlab sadoqatdan so'zlab vasting tig'lab o'zlab kecha-yu kunduz. Sen haqingda o'ylab darvozang bo'ylab dardlarim so'ylab kecha-yu kunduz. Yashar sononimda mening jonimda yurgin derman yonimda kecha-yu kunduz. Yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib, yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib, yurgin derman ochilib kecha-yu kunduz. Yurgin derman ochilib kecha-yu kunduz.
Bunyodbek Rahmatov, rahmat, salomat bo'ling. Ne'matulla yoqdimi? Siz bergan vazifa. zo'r. Endi ko'nglingiz qolmasin, balki siz kutganingizdan a'lo ijro etib qo'ygan bo'lishi mumkin. Balki A'lo. sizni ko'nglingizga o'sha yetmagan joylari ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaxshi, zo'r. Endi o'ralmashamiz. Tegirmon navbati bilan sahnaga Ne'matulla Bunyod keling. Xo'p, Bunyod endi sizga mana ter to'kishingizga majbur qilgan yigitga nima vazifa beramiz endi? Bu yigit ham ter to'ksin. Xudo xolasa, o'qishni erta kecha bo'lmaydi aka. Xo'sh. Oliy dargohlarga kirishini so'rab qolamiz. U yoqda albatta ustozlarning qo'shiqlarini ko'proq talab qiladi. Oliy dargohlarda, o'sha institutlarda, konservatoriyalarda, o'shaning uchun xalq qo'shiqlaridan, keyin maqomlardan, xullas ustozlarimiz ashulalardan ko'p talab qilinadi. O'shaning uchun bu ukamizga bo'ylaringga degan ashulani ijro qilib bersa, Labini tishlab qo'yapti. Ijro etganmiz hech? Nimadir? Ijro etganmiz faqat tinglaganmisiz? Tinglaganmiz ham, oldin ham ijro etganmiz unda. Ajra bo'ldi, qiyinchilik yo'q ekan-ku. Yuzda tabassum bilan turibdi-da. Qarab tur deb hozir ichida o'sha nimalarni ko'mib qo'ydi hammasini, niyatlarini ko'mib qo'ydi. Baxtiyor aka, shogirdga omad tilaymiz. Va albatta siz ikkala shogirdlaringiz ham bugun menimcha jon jahdlar bilan albatta jonli ijroda kurashyapti. O'tirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, azizlar, demak navbatdagi ishtirokchimiz Ne'matulla Ahmedovdan o'sha o'zbek qo'shiqchiligida hammaga tanish bo'lgan, bizni qulog'imizga, jonimizga singib ketgan bo'ylaringga qo'shig'i sozandalarimizdan endi kuch-quvvat so'rab qolamiz. Mana shu yigitni qo'llab-quvvatlaysizlar. Marhamat. Yürsen yarım tuvanemen servi kamet boylarınga. Yürsen yarım tuvanemen servi kamet boylarınga. Gülden libas yanaşıptır gül selamet boylarınga. Gülden libas yanaşıptır gül selamet
Salomat bo'ling, Ne'matulla Ahmedov. Bunyod bo'ladimi? Qoyil qoldirdi. Ha, zo'r. Bunyod kutmaganda hozir, bu qiynalib qolsa kerak deb o'ylaganda. Ne'matulla rahmat. Ijodingizga ko'z tegmasin. Xo'p. Endi Ne'matulla yuqorida mana Bunyod haqida men ko'proq fikr berdim. Bunyod mualliflik qo'shiqlariga ega. Siz ham shu mualliflik qo'shiqlariga harakat qilyapsizmi yo'q? Xudo xolasa yaqin kunlarda. Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Lekin mualliflik qo'shig'i ham bo'lgani yaxshi. Har bir insonning o'ziga yarasha imzosi bo'lgani yaxshi. Azizlar, bizda jonli battle davom etyapti. Jonli battle sahnasida bugun g'aldorolik ijodkorlarimiz, yigitlarimiz Bunyodbek Rahmatov hamda Ne'matulla Ahmedov ajoyib battle olib borishyapti va ikkinchi shart yakuniga ko'ra ana endi biz mutaxassisimiz, mehmonimiz, ustozimizni fikrlarini eshitamiz. Ijrochilarga, yoshlarga nima fikr, nima pand nasihat, nima tanbeh yoki nima maqtovlari bor? Tanbeh yo'q-ku. Bu ikkala qo'shiqchimiz ham mana endi hayajon bosilyapti. Ha, endi ko'rsatuv kirib kelishyapti. Endi kirib kelishyapti, hayajonlar bosilib. Boya Ne'matullarni ham taqid qiluvdik. Mana hozir ko'rsatdi, faqat bir ton pastdan aytish kerak edi deymanda hozir ham. Balandlik qildi. Balandlik qildi hozir. Sizni qiylangani bilindi. sizni oldingizda hayajon bo'syapti-da ustoz. O'sha Xudo xolasa mana musiqachilar o'zingiz ekan. Shular bilan ishlab, yanada mukammal qilib qo'shiqni chiroyli qilib ijro. Bu ikkovlari ham maktab ko'rgan, ustoz ko'rgan. Menimcha Ne'matulla kimda o'qigansiz bizda? Dunyobek Ahmedov. Dunyobek Ahmedovda o'qigansiz, san'at kollejida. Ana undan keyin o'sha ustozingizga aytsangiz, mana hozir Yunus Rajabiy oliygohi ochilgan maqomchilarga, ana shu yerga o'zlarini ustozlariga olib borib, o'qishlarga berib, Xudo xolasa uylanmagansiz hali? Uylangansizmi? Sal qiyinchilik bo'ladi endi. Keyingi hayotingiz zo'r bo'ladi agar o'qib olsangiz, kerak bo'lsa magistrlarni tugatib, ustoz darajasiga yetish kerak. Har bitta san'atkor, har bitta sohada faqat san'atkor emas, har bitta sohani egasi birinchidan kuchli bilim olish kerak. Ertaga kunda ustoz bo'lib yetish kerak baribir. San'atda 20 yil, 30 yil yurgandan keyin o'shaning uchun faqat o'qish kerak. Mana bu kamchiliklar, mana bu hayajonlanishlar hammasi unutilib ketadi. U oson bo'lmaydi, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Yana 10 yillar, 5 yillar kerak sizga hali. Bu ukamizga ham, shogirdimizga ham, Bunyodbekka ham kelishda omadlar. Mana yangi qo'shiqlar bor dedingiz, mana viloyat televideniyasi bilan hamkorlikda mana bular chiroyli kliplar chiqarishyapti. Hozir o'zimizda ham Toshkentga borib katta pul sarflash shart emas. O'zimiz texnikalarimiz ham kuchayib ketdi. Mana viloyat televideniyasida zamonaviy kliplar qilib, iloji boricha shu elga ko'proq tanilish kerak. Davlat tadbirlarida, bayramlarda chiqish kerak, el tanish uchun. Mana biz ham Akmal Suroyilov bilan bu mavqega erishganimizcha 35 yil viloyat sahnalarida yurdik. Misqollab obro' yig'adi san'atkor, misqollab muxlis orttiradi. Sizlar ikkovlaringga ham omad tilayman bu yo'lda. Faqat 3-shartda hayajonni umuman yig'ishtiramiz. Bunyodda ham qandaydir juz'iy kamchiliklar kuzatildimi yo? Yo, bor kamchiliklar bor. O'zlari ham biladilar lekin. Lekin yuziga solmayapman deydi. Yo, endi endi ustoz darajasiga yetishgan, endi oliygohni bitirgan. Qancha bo'ldi bitirganingizga? O'tgan yil tamomladim. Voy, yaqindan tamomlasizda. Hamkorlik qilaylik, keling. Ixtisoslashgan san'at maktabimizda mana shu yerda kuchli ustozlar bor. U bo'sh paytlaring bo'ladi baribir. Qishlarda bo'sh bo'lasizlar. Siz ham oilalisiz, a? Ro'zalarda bo'sh bo'lasizlar, kelinglar, hamkorlik qilaylik. Chiroyli reportajlar. Mana nafas qayerda bo'ladi, qanday bo'ladi, qanday chiqarish kerak, qanday taqsimlash kerak. Mana unli harflarni hammasini joy-joyiga qo'yib, lekin uncha sezilmaydi kamchilik, lekin bor, o'zingiz ham sezasiz. Ikkovlariga ham yaxshi.
Ikkalari ham yoqdi. Yaxshi. Hozir ikkalariga ham shu teng ko'rdingiz ikkinchi shart bo'yicha. Ha, yaxshi. Balki hozir 3-shartda hayajon umuman yo'q bo'lib, a'lo bo'lar. Yaxshi. Azizlar, hozir guvohi bo'lganingizdek, birinchi shartda o'sha bunyodni birozgina shu Baxtiyor Abdullayev ko'proq e'tirof etganlar. Endi ikkinchi shartda ikkalari ham menimcha tenglikda e'tirof etyaptilar. Uchinchi shart bor oldinda va shu o'rinda hozir bildirilgan o'sha ishtirokchilarga endi motivatsiya o'rnida aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik o'sha san'atkorlar, san'at yo'lida hozir meni tomosha qilayotganlarim aytsa kerak, oila qurgandan keyin bo'ldi, karyera tamom deyishadi. Yo'q, mana ustoz motivatsiya beryaptilar. Oila qurgandan keyin karyera tamom emas. Endi, Ikki bolalardan keyin o'qiganman. mana ustoz o'zlari 2 farzandli bo'lgandan keyin o'qiganlar. Xo'p, 3-shartimiz azizlar, 3-shart boshlovchi tomonidan taqdim etiladigan shart bo'ladi. 3-shartda xo'p, ikkala ishtirokchilarga qanaqa qo'shiq bersak ekan? Bunyodga ham oson bo'lib qolmasligi kerak, Ne'matullaga ham oson bo'lib qolmasligi kerak. Sozandalarimiz bilan maslahatlashib ko'rishimiz kerak. Ularga muammo tug'dira oladigan qo'shiq aytishimiz kerak. Keling, biz bugun yaxshi ijroni tarafdorimiz. Bugun ularni qiynagan holatda bu yerda masalan o'zlariga singdirmagan qo'shiqlarni taqdim etib, o'sha tomoshabinlarni yaxshi qo'shiqdan mahrum qilib qo'ymaylik, yaxshi ijrodan. Keling, o'shaning uchun bitta taklif bildirmoqchiman. Agar taklifimni bunyodga yon bosyapti deb o'ylamasangiz, chunki bu ijroni sizni ham ko'rganman ijtimoiy tarmoqda kuylaganingizni. Marhum san'atkor, o'sha ustoz san'atkor endi bunyodga ko'proq bu qo'shiq 10 kelishi mumkin. G'animatim, omonatim onajon, shu Shuhrat Qayumovning ijodlari, repertuarlari. Bunyod juda xursand bo'lyapti-da, yuzda tabassum paydo bo'lyapti. Lekin sizga yaqinroq bo'lgani uchun bunga sal bir bal ko'proq berishimizga to'g'ri keladi. Chunki buni yo'liga teskarida, lekin o'zi ijro etgan, o'zini yo'lida. Ustoz, nima deysiz shu taklifni? Demak, ikkala ishtirokchilarimiz taklif qilamiz azizlar. Shuhrat Qayumov repertuarlaridan, ijodlaridan G'animatim onajon qo'shig'ini agar Ne'matulla yana mendan ranjimaysizmi? Yo'q. Yoqadimi shu qo'shiq? Chunki ijro etgansiz. Ko'rgan. Omad tilab qolamiz, marhamat. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Oshno topdim, lekin do'st topmadim. Ah ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon.
chiroyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray, bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray, bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatin omonatin onajon, g'animatin omonatin onajon, g'animatin omonatin onajon, g'animatin omonatin onajon, g'animatin omonatin onajon. Gap yo'q. Salomat bo'ling ijodkorlarimizga, ijrochilarimizga. Endi yonlarga turib oling, Baxtiyor aka. Nima deymiz yigitlarga? Yigitlar mana shu 3-ijrolariga, duet shaklidagi ijrolariga. Yaxshi, buni ham misol balandroqdan chovardilaring. Ha, sezdilarmi? Yarim tonmi, bir tonmi pastdan cholish kerak edi. Lekin bir yaxshi tomoni ikkovlari bir-biriga mana jo'ravoz deydi-ku. Jo'ravoz bir-birlaringga tushdilaringda. Bundan keyin ham jo'ravozlikda repertuar qilsalaring chiroyli chiqar ekan. Mana nafaslarni birda oldilarni, bir tekst aytdilarmi, bittadek chiqdi-da. Jo'ravozda uncha-muncha odam kuylay olmaydi. Masalan, ikkita qo'shiqchini qo'ysangiz. Yo, oldin ham kuylaganmisizlar birga? Yo'q, kuylamagan. Hozir birinchi kuylashlaring? Birinchi kuylashimiz. Agar bundan keyin davom ettirsalar, ya'ni jo'ravozlikda zo'r bo'lar ekan. Bunyod Azart guruhiga qo'shilasizmi? Qo'shilamiz. O'zingiz guruhingiz nomi yo'qmi? Yo'q. Mana Azart guruhiga qo'shiling. Azart guruhi bundan buyon ikkita kishidan iborat bo'ladi. Ikkita ijrochidan. Yaxshi chiqdi, chiroyli chiqdi. Birdek chiqdi ikkovlarniki. O'zlari solalari emas, birga qo'shilib aytganlarida chiroyli chiqdi. Xuddi oldindan birga aytib yurgandek chiqishdi ikkovlar. Chiroyli ijro. Xo'p, endi Baxtiyor aka, mana bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, endi aksariyat san'at ahli ham tomosha qilyapti. Biz bilasizmi, ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida ko'rsatuvga ishtirokchilarni saralash paytida shunaqangi holatlarga duch kelamiz. Ko'plab san'at vakillari o'zlarini shundan birozgina chetlab o'tishga harakat qilishadi. Shu jonli battle sahnasidan birozgina chetroqda yurishga harakat qilishadi. Buni nima deb e'tirof etsa bo'ladi? O'ziga ishonmaslik birinchi navbatda. Mayli qo'shiq aytalishadi. O'ziga ishonmaslik bir salohiyatni ham bosib qoladi-da. Mana men degan qo'shiqchini masalan 40 yildan beri qo'shiq aytsam ham biz ham chiqqanda ishqilib hayajon bo'ladi sahnada. Yana birinchidan promoy ketyapti, jonli ijro ham jonli efir bo'lgani uchun ko'p qo'shiqchilar qo'rqadi. Shunga siz san'at vakillariga nima degan bo'lardingiz? Mikrofon sal yaqinroq qo'ying. San'at, men oldin ham aytib kelganman, o'zidan o'zi zo'r qo'shiqchi bo'lib qolmaydi. Xalq o'zidan o'zi uni tanib qolmaydi. Faqat ko'rinish kerak. Ko'rinish kerakmi? Demak, mana shunaqa sahnalarda ko'rinish kerak. Faqat tadbirlarda emas yoki to'y tomoshoda emas. Mana shu qo'shiqchini muxlisini ko'paytirayotgan, qo'shiqchini xalq e'tiboriga tushishga sabab bo'layotgan narsa birinchidan o'zini aytish uslubi, o'zini pochirka bo'lish kerak har bitta ovozda. Mana bu meni ovozim deyish kerak. Keyin mana bu meni qo'shig'im deyish kerak. O'zini avtorskiy qo'shiqlari bo'lish kerak. Ana ular bilan mana kliplar qilish kerak. Yo bo'lmasa mana shunaqa jonli ko'rsatuvlarda ko'proq chiqish kerak. Ana unda xalqimiz, muxlislar televideniya orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali taniydi. Undan boshqa yo'li yo'q. Qo'rqib yuraversa u ko'tarilmaydi hech kim. O'shaning uchun yoshlarga, shogirdlarga hammasiga aytaman, kelinglar. Mardi-maydon. Mardi-maydon. Bu sizlarni birov yomon aytyapsan demaydi, yo kamsitmaydi.
hammani o'zini yo'nalishi, o'zini mahorati, o'zini ovozi bor. O'sha o'zini muxlisi bo'ladi. Hammani ham. O'shaning uchun yoshlarimizga mardi maydon mana kelinglar. Xudo xolasa hali ko'rsatuvlaring uzoqroq davom etsin. Mana shu viloyatimizdagi hamma qo'shiqchilarimiz kelib, chiqishib, el yurtga tanilib yurishaversin. Rahmat, tilaklaringiz uchun. Xo'p, endi xulosaga o'tamiz. Mana 3 ijro, 3 shart yakuniga ko'ra bugun mana birinchi shartda Bunyodga sal ko'nglingiz chopdi, ikkinchi shartda ikkalari ham yoqib qoldi. Uchinchi shartda nima xulosa beramiz? Shunga qarab biz tomoshabinlarga hisobot berishimiz kerak. Uchinchi shartda ham tenglik. Tenglik. Lekin bu baholashda emas san'at. San'atni baholab bo'lmaydi hech qachon. Kichkinagina ovozda ham o'zini muxlisi bo'ladi. O'zini muxlisi. U ham kimnidir ovozi o'sha mana avtorskiy qo'shiq deymiz-ku. Avtorskiy ovoz. Allohdan berilgan, undan ziyod ham berilmaydi, undan kam ham bo'lib qolmaydi. Ularni o'zini muxlisi bo'ladi. Sandan san zo'rsan, sandan san zo'r deb hech kimga aytib bo'lmaydi. Ikkovlarning ham ijodlariga omad. Ilohim katta sahnalarda chiqishlar. Sizlar ham ertaga shu 20 yil, 30 yildan keyin 100 ta asarim bor o'zimni avtorskiy deb. 150 ta asarim bor deb maqtanib yursa mana Akmal Suroyevlarga o'xshab Jizzaximizdan ham chiqishsin. Salomat bo'ling. Fikrlar uchun rahmat. O'rtaga kelamiz yigitlar. Aziz teletomoshabinlar, kuzatib borganingizdek, ikkala ijrochilarimiz ham yomon kuylashmadi nazarimda. Yana ham aniqroq bahoni, xolisroq bahoni tomoshabin beradi albatta. Bizning ekspertimiz, mehmonimiz, ustoz san'atkor Baxtiyor Abdullayev bugun ijrochilarga tanbeh bermadilar, ko'proq ularga ruhiyat, motivatsiya berib bordilar. Bu ularni yana ham yuksaltirishga xizmat qiladi deb bemalol ishonch bilan ayta olaman. Va albatta endi umumiy natijani e'lon qiladigan bo'lsak, ozgina hisoblansa Bunyod bir kalla balandroq deydimiz, nima deydi, 3 tomonlama faqat ranjimaysiz. Keyingi safar revanshga chaqirsangiz bo'ladi Bunyodni. Keling, yana boshqatdan alamimni olaman, o'chimni olaman deb bemalol chaqirsangiz bo'ladi. Umumiy xulosani eshitamiz. Bugun mana shu ko'rsatuvdagi taassurot qanaqa bo'ldi va ko'rsatuvgacha kelgan bosqichda sizlarda ikkilanish bo'ldimi? Bunyod bilan chiqmayman yoki siz Ne'matullo bilan chiqmasammikin degan ikkilanishlar bo'ldi. Shu yo'llarni ham ozgina fikrlarni bildirib o'tasiz. Undan keyin biz yakuniy fikrni yasaymiz. Albatta, menga taklif bo'lgandan keyin G'alorolda kim ijro qilar ekan deb o'yladim, ko'p o'yladim-da. Takliflar aytdim, bitta ayol xonandan aytdim, ayollar yo'q dedi, o'g'il bola bo'lsin dedi. O'g'il bola degandan keyin birinchi xayolimga to'xta dedim, Ne'matullaga aytay biroz. O'sha ringga chiqasanmi degansiz. Ha. Endi bunaqa ko'rsatuvlarga chiqqan, lekin ko'rmaganman, ko'rsatuvga chiqqanni faqat o'sha jonli ijroda kuylab, to'ylarda ham, tadbirlarda ham jonlida chiqib yuribdi degandan keyin to'xtadim, o'shanga aytaman. U dedim, meni gapimni qaytarmaydi, aniq boradi dedim. O'shani qo'lidan keladi, o'sha eplik. Chaqiruvni qanday qabul qildingiz? Ustozimizga Mardlarcha. ha deganda nima deb ustozimizdan. Salomat bo'ling. Ne'matullo yuragiga o'tib bor ekan, yonib turar ekan, mayli. Bugun nima bo'lganda ham tomoshabinlarimiz jonli ijrodan bahramand bo'lishdi deb xulosa qilamiz. Va albatta sizlarda shunday imkoniyat saqlanib qoladi. Hali keyingi dasturlarimiz, keyingi ko'rsatuvlarda ham yana turlicha nima deydi, raqiblar bilan mana shu sahnada aychuv qilsangiz bo'ladi. Endi raqib do'stona raqib ma'nosida aytyapman. Sizlarga ishtirok uchun rahmat. Ne'matullo, Bunyod va albatta ijodingiz bundan ham porlasin, gullasin. Sizda agar mabodo mualliflik qo'shiqlar bor bo'lsa, Ne'matullaning ham mana shunday repertuarlarda mualliflik qo'shiqlari paydo bo'lishini kutib qolamiz va bizni yaqindan qo'llab-quvvatlagan sozandalarimiz jamoasiga ham alohida rahmat deb qolamiz. Bizni ekran ortida ko'plab texnik jamoamiz, operatorlarimiz, video muhandislarimiz, rejissyorlarimiz bugun qo'llab-quvvatlashdi. Ularga ham alohida rahmatlarimizni bildirib qolamiz. Va azizlar, jonli battle ko'rsatuvi sizning e'tiboringizni, sizning mehringizni qozonayotgandan biz juda ham xursandmiz. Bu mana shu faqat studiyadagi mavjud bo'lgan insonlarning mehnati emas. Kadr ortida ham juda ham ko'plab jamoa mehnat qilyapti. Eng muhimi sizlarni jonli ijrodan bahramand etishdir. Keyingi ko'rsatuvlarda yana yorug' yuz bilan diydor ko'rishish nasib etsin deb qolamiz. Jizzax teleradio kanalining jonli battle shousini o'tkazib yubormang. Omon bo'ling.